Так, eshitilyaptimi yo'q bilmayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, короче, надеюсь, eshitilyapman. Hozir men yana bir ikkita saytlar topib oldim. Kazanga yozdimmi? Hamma sayt blokirovka qiladi, bir bola qiladi. Odamlar chaqirayotganimda. Yo'l shu yo'l. Qora yo'lni olib kiryapman odamlarni. Farqi yo'q. Menda gruppa yo'q. Men turk emasman. Turklarga o'xshab talpa men odam olib kirmayman. Ikkitadan chiroyli bo'lib kelaverasizlar. Plus meniki 4000 5000 turklarga o'xshab olmayman men. Olsam 1,5 ming olaman. Odam boshiga. Komplekt bo'lib kelsanglar, mana bugun hozir bittasiga aytdim, 2 oylarga 1,5 ming qilib yuboraman kerak bo'lsa. Kelasizlar, xohlagan davlatinglarni, shahringlarni aytinglar, o'sha yerga borasizlar. Faqat men aytgan yo'l bilan borish kerak. Ushalib qolsanglar ham, boshqa bir bola bo'lib qolsanglar ham chiqasizlar, yana dalish kelaverasizlar. Farqi yo'q. Главное, tez, vizasiz primoyga kelaverasizlar. Primoy kelasizlar. Mana bugun qoladinglarmi? Ertaga o'sha yo'lga chiqaverasizlar. Hech bunaqa problemasi yo'q. Mumkinmi, mumkin emasmi? Mumkin emas. No, kelish farqi yo'q. Yurish farqi yo'q. Men o'zim ham mana yuribman-ku. Nima men toza yo'ldan keldim deb o'ylaysizmi? Men ham shu qora yo'ldan kelganman-da. Shunga shu qora yo'lni sotyapman. 3 yildan beri ashuni sotyapman shu yo'lni. Men u yo'lni o'zim topib olganimga o'zim hayron qolganman. U yo'lni men juda ko'p qidirganman. Men Rossiyadan kirganman. Siz O'zbekistondan, ochiq O'zbekistondan kela olmayapsizlar. G'alati-da. Ozgina unaqa nasxirq bo'lib qolganman. Ular shunaqa to'g'onlar. O'zbek, tojik, qirg'iz любой kelaveradi. Okey? Problema yo'q. Shunaqa ozgina qisqa yozdim. Надеюсь, вы поняли. Men hammaga jo'natyapman kanalimni. Kanalni qaranglar, tushuninglar. Mana basharamni qaranglar. Men birovni aldaganim yo'q hech qachon. Xudo saqlasin. Kelsanglar, kelinglar. Kelmasanglar, shu Rossiyada rab bo'lib yuraveringlar. Kazandami, Ufadami? Qul bo'lib, qul. Давайте. Assalomu alaykum.